Assalom do'stlar, biz Camp Nou yoki Santiago Bernabeu stadionida emasmiz. Biz vodiy futbolini sizga taqdim etmoqchimiz. Ayni daqiqalarda biz Andijon viloyati Xo'jobod tumanidamiz va Zali Tekstil Pro Ligasini final qarama-qarshiligiga keldik. Endigina 3-o'rin uchun bo'lib o'tgan qarama-qarshilik o'z nihoyasiga yetdi va biz hozir finalga tayyormiz. Finaldan eng zo'r kadrlarni Live TV orqali tomosha qilishingiz mumkin. Ishtirokchilarga, futbolchilarga omad yor bo'lsin. Kuni kecha anomal sovuq bo'lishiga qaramay Andijon viloyati Xo'jobod tumanida futbol mavsumi bo'layotgani bizni hayron qoldirdi. Superliga, Pro Ligani eshitganmiz, ammo Xo'jobod Pro Ligasi haqida eshitmagan ekanmiz. Havo harorati 15 daraja sovuq bo'lishiga qaramay futbolni tasvirga olish uchun jamoa bilan yo'l oldik. Stadionga yetib borganimizda esa biz guvoh bo'lgan muhit 3 soat qolishimizga sabab bo'la oldi. Xo'jobod Zali Tekstil Pro Ligasi final bahsiga taklif qilingan ekanmiz. Havo sovuq, tashkilotchilar bizni bir kofe ichib olishimizga sharoit yarata olmayotgan bir pallada yashil maydondagi muhit sovuq havoni ham unutishga yordam berdi. Mana sizga vodiycha futbol. Braziliyalik futbolchilar ham havas qilsa arziydi, sababi ular doim issiqda to'p tepishadi. Ammo Pro Liga ishtirokchilari 15 daraja sovuqda harakat qilishdi. Ular uchun har qancha maqtovlar aytilsa arziydi. Ma'lumot uchun Xo'jobod Pro Ligasida 12 ta klub 3 oy davomida kuch sinashadi. Tashkilotchilar esa klublar sonini ko'paytirish harakatida. Yangiliklar bilmadim endi, yangiliklar komandalarni qo'shish kerak. 12 ta jamoa ishtirok etar ekan. Ko'proq qilish rejasi yo'qmi? Ko'proq qilish kerak. Imkon bo'lsa yana boshqa tumanlardan, boshqa rayonlardan, boshqa shaharlardan ham iloji bo'lsa komandalar qo'shsa yana ham qiziqroq bo'ladi, xudo xolasa. Final juftliklari o'zaro kuch sinashdi. G'olib jamoa esa Karnaychi klubi bo'ldi. Hissiyotlar zo'r, rahmat, xudoga shukr. Bugun Qanaqa bo'ldi turnir? zo'r bo'ldi. Tumanimiz bo'yicha mana 12 ta komanda qatnashdi. Birinchi o'rinni oldik, xudoga shukr. Homiylarga ham rahmat, sovg'alar bilan taqdirlashdi. Boshida o'ylovmadinglar finalgacha kelish? Yo'q, bizni hech kim kutmagandi, hech kim mensimayotgandi, xudoga shukr, lekin chiqdik. Eng yaxshi Qiyin o'yinchi bo'lsa ham bo'lsa, eng yaxshi yosh o'yinchini oldik. mavsumda o'rtasidan qo'shildi shu. Ha, o'rtasidan. O'qishda bo'lganim uchun. O'zim o'qiyman Toshkentda. O'qishda bo'lganim Yangi uchun. mavsumga qanaqa tayyorgarlik? Yangi mavsumga xudo xohlasa qo'shilamiz boshida. Yana ham kuchliroq xudo xohlasa tayyorlanamiz. Bundan da ko'proq kubiklar olishga harakat qilamiz endi. Birinchi marta. Turnir so'ngida g'olib futbolchilarga pul mukofotlari, esdalik sovg'alari va qo'chqormisan qo'chqor sovg'a qilindi. Qanima futbolchilar uchun qo'y go'shti parhez hisoblanadi. G'olib bo'lganlarni tabriklaymiz. O'yin tugadi. Ko'rib turganingizdek, muxlislarga to'la bo'ldi, sensatsiyalarga boy bo'ldi bu mavsum. Mana Karnaychi jamoachi finalga chiqishini biroq o'ylamagan avvalambor. Finalga chiqib, kamiga chempionlikni ham nasib qildi. Keyingi mavsumga jamoalarni talab istaklaridan kelib chiqib, xudo xolasa boshlaymiz. Nechta jamoa ishtirok etadi o'zi? Doimgidek 12 tadan bo'ladi. Rejimda bir haftada 2 tadan tur bo'lib, 2 oy uzog'i bilan 2,5 oyda tugaydi. Endi qizlarda qanaqa holatda jamoalar qo'shilishi mumkin turnirga? Bizning o'zi nizomlarimiz bor. Ashlarga, talablarga mos kelsa qo'shiladi. Hech qanday biznes, boshqa to'lov yig'im yo'q. Hamma mavsumimiz homiy asosida o'tkaziladi. Xo'jobod kubogi musobaqasida Islom Tekstil rahbari Hikmatullo akaga, Xo'jobod Pro Ligasida Zali Tekstil homiylik qildi. U akaga ham katta rahmat. Buncha sog'a salom bunaqa jamoalarga yutuqlar qilib berishi har kimga ham emas. Alloh omadini bersin ularga ham. Endi turnir haqida ikki og'iz. Yana qaysi viloyatda bu darajadagi musobaqa tashkil qilinadi bilmadim. Ammo kecha futbolchilarning o'yinini ko'ra turib, futbol bo'yicha terma jamoamizda to'p surish darajasidagi futbolchilar borligini sezdim. Xoy, Katanets bir Xo'jobodga ham kelib ketdi. Termaga oladigan futbolchilar ko'p. Hayirkancha o'yin paytida ziddiyatli vaziyatlar juda ko'p bo'ldi. Tashkilotchilar yangi mavsumda rejangizga VAR tizimini ham qo'shib qo'ying.
Jahongir G'ofurov, Miraziz Mirzaxo'jayev, Davudbek Abidov sovuq havoda kofe berilmagan o'yinda Live TV uchun maxsus tayyorlandi.